Hech bo'lmaganda shu oyda internetda, telefonda behayo, sharmanda, ochiq-sochiq videolar, rasmlar ko'rmang. Hech bo'lmaganda shu oyda o'zimizdagi jirkanch xarakterlarni, xislatlarni birozgina jilovlaylik. Hech bo'lmaganda shu oyda ota-onangizga gap qaytarishni, ularni jerkishni, ularni behurmat qilishlikni to'xtating. Hech bo'lmaganda shu oyda ota-onangizni xursand qilib, duosini olish uchun harakat qiling. Hech bo'lmaganda shu oyda xotinlar erlaringizga itoat qilib, erlar xotiningizni urishni va so'kishni bas qilib biroz mehr ko'rsating. Hech bo'lmaganda shu oyda qarindoshlaringiz holidan xabar oling. Hech bo'lmaganda shu oyda savdogarlar narx-navoni tushirib turing birozgina. Hech bo'lmaganda shu oyda tarozidan, o'lchovdan urmang. Hech bo'lmaganda shu oyda firibgarlik qilmang, yolg'on gapirmang, g'iybat, bo'xton, tuhmat bilan shug'ullanmang, tilingizni so'kinishdan, shaloq so'zlardan tiying, ko'cha-ko'yda odamlarga ozor bermang, mashinada bir-biringizni qismang, odamlar bilan tortishib, urush janjal qilmang. Hech bo'lmaganda shu oyda hech bo'lmaganda o'zimizni tiyaylik. Hech bo'lmaganda shu oyda jirkanch iflos joylarga borishni to'xtating. Vaqtingizni behuda, besamar, sizga zarar bo'ladigan narsalar bilan o'tkazishdan tiying. Hech bo'lmaganda shu oyda pora olmang, pora bermang. Hech bo'lmaganda shu oyda insonlarning haqqini yemang. Odamlarga zulm qilmang, mazlumlarni, beva bechoralarga zulm qilib ularni qon qaqshatmang. Hech bo'lmaganda shu oyda qo'shningizni holidan xabar oling. Hech bo'lmaganda shu oyda noshukrlik qilmang. Yo'qsa, agar bu ishlardan to'xtamasangiz, bu jirkan ishlarni bas qilmasangiz, butun avliyolar va anbiyolarni, ustozlarni, ulamolarni jamlangan umumiy bitta gapini aytaman. Uyalmasang, bilganingni qil.